tez ulgurib qolmasangiz sotilib ketadi. Faqatgina yondan aniq bunaqasini topa olmaysiz. Bitta like bosing, hammasini ko'rsating. Mana Farxatskiy bozor. Shu tunneldan chiqqaningizda mana shu dom. Bu tomonda Oasis savdo kompleksi, bu tomon esa Chilonzor metroga ketish. Salqingina hovli, parkovkalar bemalol domni ko'rinishi. Uyning kengina zalidamiz. 2 xona 50 kvadratli zerkalniy uy. Spalnisi ham zal bilan teng, skvoznoy derazali. Bu yoqda esa podyezddan kirish eshik, sanuzellar alohida. 4 etajli domni 3-etajda joylashgan, торцевой emas. Bu yoqda esa kuxnya. Bu yoqda 1,5 ga 3 balkoni. Mana Farxatskiyni yonida yo'l bo'yida joylashgan. Boshqa tarifni keragim yo'q. Narxi 69,200. Kimga qiziq bo'lsa aloqalashamiz.